otasini o'lib ketgan otasini sariq chaqaga olayotgani yo'q. Oxiri nima bo'ldi? Oxiri mana hozir axlatiga qorishib sasib yotibdi o'lolmasdan. Bu shundoq va'da, Xudoning va'dasi shundoq. Siylay rohimni uzgan qotir rohim, xotiningizni rizosi deb, xotiningizni gapiga kirib jigardan kechdingizmi, Xudo sizdan kechadi, bilib qo'ying. Shuning uchun esni yig'ishlik kerak. Hozir bolalarni o'rtasiga tushib achchig'araz bo'lib yurganlar bor. Qarang, aka Kattaqo'rg'on shahriga mehmon bo'lib Solixon domlamiz keldilar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashraf
I was originally Jew, but nominally only, and I did not like the regulations of Judaism and the insistence of men serving God. This is one thing. God does not need service as such. And the second thing was the exclusivity of the Jews. They think that the whole world, whole creation is made for their sake only. And I told him, I want to become a Muslim. What shall I do? He said, it's very simple, give me your hand. And I gave him my hand. He said, repeat of the Jews. They think that the whole world, whole creation is made for their sake only. And I told him, I want to become a Muslim. I was originally Jew. I was originally Jew, but nominally only, and I did not like the regulations of Judaism and the insistence of men serving God. This is one thing. God does not need service as such. And the second thing was the exclusivity of the Jews. They think that the whole world, whole creation is made for their sake only. And I told him, I want to become a Muslim. What shall I do? He said, it's very simple, give me your hand. And I gave him my hand. He said, repeat after me, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, which I did. Says, you are a Muslim now. Muhammad Asad yozuvchi, sayohatchi, diplomat, islom mutafakkiri, Qur'on tarjimoni va eng g'aroyib avtobiografiyalardan biri Makkaga yo'l kitobining muallifidir. U 1900-yil 2-iyulda hozirgi Ukrainaga qarashli o'sha vaqtlarda Avstriya imperiyasining bir qismi bo'lgan Galisiyaning Lvov shahrida tug'ilgan. Asl ismi Leopold Weiss bo'lgan yozuvchi 1926-yilda islomni qabul qilib, Muhammad Asad nomini oldi. Uning musulmon bo'lishidan avvalgi hayoti, ruhiy halovat izlagan yillari ham alohida hikoyadir. Oilaviy an'anaga ko'ra, u uyda xususiy o'qituvchi orqali Yahudiy tarixi va dinini o'rgandi. 13 yoshga to'lgach, u ibroniychada ravon gapiradigan va yozadigan bo'ldi. Eski ahdni, Talmudning matni va sharhlarini o'rgandi. Garchi Leopold Yahudiy dinining axloqiy ta'limotlariga qo'shilmasa-da, unda eski ahdda tasvirlangan Xudo tushunchasiga qarshi fikrlar shakllana boshladi. Men tushundimki, eski ahdda Xudo birinchi navbatda Ibroniy xalqinikidek qilib tasvirlangan. Bunda Xudo butun insoniyat qolib, Yahudiylarning taqdiri bilan mashg'ulga o'xshardi, deb yozadi bu haqida. Leopoldning yahudiycha ta'limdan ko'ngli to'lmadi. Shunga qaramay, u haqni izlashga ham harakat qilmadi. Sababi urushdan keyingi Yevropada ko'pchilikning o'zgartirilgan dinlardan hafsalasi pir bo'lgandi. Agnostik muhit ta'sirida men tengdoshlarim kabi barcha dinlarni rad eta boshladim. Mendagi bu mavhumlik sababchisi o'zim emasdim albatta. Bu butun bir avlodga xos xastalik edi. Tez orada u nemis, fransuz va polyak tillarini o'rgandi. Bu tillarda matnlar yoza oladigan bo'ldi. Maktabdan so'ng u Vena universitetida o'qidi va 2 yil davomida san'at va falsafa tarixini o'rgandi. 1920-yilda Venani ham tark etib Pragaga ketdi. Leopold endigina 20 yoshni qarshilagan bo'lsa ham, urushdan keyingi Yevropa hamma narsadan ko'ra moddiy farovonlik va taraqqiyotga e'tibor qaratganini payqadi. Jamiyat moddiy muvaffaqiyatlar va texnologik yutuqlarga sig'inardi. Odamlarda muayyan axloqiy qoidalar deyarli yo'q edi. Bu esa turli guruhlar o'rtasida bo'linish va nizolarga olib keldi. Jamiyat va millatga urg'u berilganiga qaramay, shaxslar o'rtasida haqiqiy munosabat yo'q edi. U Yevropa puch g'oyalar atrofida birlashganini, oqibatda haqiqiy fitrat va tabiatdan ajralganini payqadi. Yevropa fikrlashimizning boshlanishi va intihosi edi, deb yozgan mutafakkir bu haqda. Leopold taraqqiyotga qarshi emasdi. Faqat insondagi e'tiqod va qadriyatlar o'zgarishsiz, u tugal saodatga erishishini imkonsiz deb hisoblardi.
Kutilmaganda 1922-yilning bahorida unga maktub keladi. Bu Leopoldning amakisi Dorianning unga Quddusdan yozgan maktubi edi. Amakisi uni muqaddas zaminga taklif qilgandi. Ertasi kuni u United Telegraph gazetasidagi ishidan bo'shadi va Yaqin Sharqqa yo'l oldi. Agar o'sha paytda kimdir menga islom dunyosi bilan ilk tanishuvim hayotimda burilish nuqtasi bo'lishini aytganida mutlaqo ishonmas edim, degan yozuvchi o'zining biografik asarida. Yaqin Sharqqa ketayotib, u o'zi bilan bitta kemada bo'lgan nasroniy olimi va ruhoniy Felix bilan tanishdi. Leopold kemada aksar vaqtini u bilan o'tkazdi. Okean go'zalligidan bahra oldi va e'tiqodiy masalalarni muhokama qildi. Bir kuni u Felixga insonning tuzilishidagi muhim va muhim bo'lmagan narsalar o'rtasidagi farqni aniqlashda, ya'ni ruh va vujudni ajratishda qandaydir xatoga yo'l qo'yilganini aytdi. Men sizning jismoniy istaklarni, tanani, yerga bog'liq taqdirni inkor qilishingizga qo'shila olmayman, dedi u. Bir necha kundan keyin Leopold Quddusga yetib keldi. Sayohati davomida u Quddusda 1000 yillardan beri yashab kelayotgan Falastin xalqining o'z yeridan tizimli ravishda mahrum etilayotganiga guvoh bo'ldi. Bunday adolatsizlik unda o'zi ham yahudiy bo'lishiga qaramay, norozilik kayfiyatini uyg'otdi. U ba'zi kuchlar homiyligida dunyoning turli joylaridan kelganlarning Falastinga o'rnashishi va mahalliy xalqning o'z yeridan haydab chiqarilishini nohaqlik deb hisobladi.